Hammaga sog'lik bo'ldi, sizlar bilan Fathulloh comeback bo'ldi. Bugungi rubrikamizda $10 akkaunt, $50 akkaunt, $100 akkaunt bo'ldi. Biz shu yil oxirigacha 2 ga bo'lishimiz kerak. Qani bo'lmasam cho'zib o'tirmasdan like, obuna, komment yozib ketamiz. Qani bo'lmasam go. Bu birinchi akkauntimiz ekan. Qani bo'lmasam ko'ramiz. Normalniy bitta ultimate bor ekan. Shunda bu akkauntimizda bizani $10 turadi. Akkaunt yo'q, qanday olaman deganlar kommentariyaga olaman. Birinchi akkaunt, ikkinchi akkaunt, uchinchi akkaunt deb yozib ketinglar. Normalniy narsalar bor ekan, yaxshi. Kaskalar uncha ko'p emas ekan. Bosh kiyimlar normalniy. Yaxshi bo'ladi. Normalniy akkaunt ekan, lekin $10 ga arziydi. Olmoqchi bo'lganlar albatta kommentariy yozib ketamiz. Mototsikl bor ekan, bagi ham bor ekan. Yaxshi, yomon emas akkaunt. Emotsiyalar ham normalniy, paroshklar ham bor. Albatta Telegram kanalimizga obuna bo'lib ketamiz. 7 kunlik lobbimiz ham bor ekan. Yaxshi. Kuchaytiriladigan orjenlar nimalar bor ekan. Yaxshi, avgimiz 2 ekan, o'tda o'zal, emigratorimiz ham 2 ekan. O'zimizda 1, pichog'imizda 1, normalniy akkaunt ekan. Qani bo'lmasam ikkinchi akkauntimizga o'tamiz. Qani bo'lmasam go. Kriptoishimiz bilan вторжение maska ko'rinyapti. Yaxshi. Akkauntimizda uncha narsalar o'tkazilmagan ekan. Hayotga biringiz bo'ldi. U limon seti bor ekan. Yaxshi. O'tda go'zal. Qizil mumiyamiz bor ekan. Juda zo'r. Akkauntimizda $50 akkaunt. Normalniy setlar bor. Shlemlardan bitta mifический shlemimiz bor ekan. Yaxshi. Xo'p, bosh kiyimlarga keladigan bo'lsak, normalniy bosh kiyimlar ham ko'rib turibmiz bo'ldi. Shu videoni tagiga bitta like bosib, obunani esdan chiqazmaymiz bo'ldi. Maskalar ham normalniy maskalar bor. Вторжение maskamiz bor. Xo'p, akkaunt $50 ga arziydi. O'zinglar ham ko'rib turibsizlar. Agar yo'qsa, kommentariy shoot popkamiz ham bor ekan. Juda zo'r. Ishtollarga keladigan bo'lsak, normalniy ishtollar oyoq kiyimlar ham bo'ladi. Xo'p, mashinachi, pikap yo, sedan ham yo, mototsikl bor. U bagimiz ham 3 ta bor. Yaxshi akkaunt. Xo'p, lutka ham bor. Kuchaytiriladigan orjenlardan qanaqa 762 3 ekan. Yaxshi, yomon emas. $50 ga arziydimi, yo, o'zinglar yozib ketinglar. 2 ekan. Yaxshi, o'zimiz ham 2 farqi. Yumpimiz 4 ekan. Yaxshi. Xo'p. 1, pichog'imiz 2, yumpimiz 3. Bular kerak emas, orjenlar skorotka ham kerak emas. Bu yaxshi, metro o'ynaydiganlar juda mazza qilib o'ynashadi. Yaxshi. Bu bootcamperlar orjenasi bu juda zo'r. Yaxshi bo'ladi. M16 atomimiz 2 ham yaxshi. Xo'p, nechta real pas olingan ekan? Bitta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 bitta real pas olingan ekan. Qani bo'lmasam 3-chi akkauntimizga o'tamiz. Yoqqan bo'lsa bitta obuna, bitta like, kommentariy ayamaysizlar degan bittaman. Kirishimiz bilan letnik 6 bizani kutib turibdi. Chiroylikkina bo'lib, emotsiyalardan normalniy emotsiyalar bor. Bo'ldi, kesatib qo'yaman. Bu random akkauntlar emas. Hammasini kommentariyaga yozib olishingiz mumkin. Bo'ldi. Qaysi biri yoqsa kommentariyaga yozing, men sizlar bilan o'zim bog'lanaman. Xo'p, tarjimanamiz bor. Yaxshi akkaunt, $100 akkaunt bu. Bu 900 ming turibdi hozir, $100 skidkada 900 ming turibdi hozir. Oladiganlar yozamiz kommentga. Xo'p, yaxshi, yomon emas. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Kaskalardan ham normalniy kaskalar bor. Bosh kiyimlar ham normalniy bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Ochkilar ham normalniy bo'ladi. Ikkinchi sezon maskamiz, вторжение maskamiz, ikkinchi sezon maskamiz yana juda zo'r akkaunt, o'zimga ham yoqdi. Xo'p, men qizil setimiz ham bor ekan. Normal akkaunt popkilik keladigan bo'lsa, yaxshi. Normalniy bo'ladi, oyoq kiyimlar ham bo'ladi.
Letnik ortamızda çoli bit turibdi. Sedallardan bitta olingan. Yaxshi zo'r akkaunt, emotsiyalar ham normalniy. U parashyutlardan ikkita zo'r parashyutimiz bor ekan. Yaxshi, yomon emas akkaunt. Akkaunt juda zo'r. Xo'p, skeytimiz ham bor ekan ikkita bolli. Yaxshi akkaunt, normalniy bo'ladi. Lekin lobbimiz yo'q ekan. Kuchaytiriladigan rujalar keladigan bo'lsak, RP rujalar bular. Hammasi RP rujalar. U 3 ekan bunimizni. M16 1, M24 1, Beriyumuz 3, Letnik 6 va juda zo'r akkaunt bo'ldi. Akkauntlarimiz yo'qdi degan umiddaman. Obunalaringizdan chiqazmanglar. Sizlar bilan Fatulloh Comeback. Hammaga rahmat.